Umumiy taassurotlardan boshlasak, Buloqxo'ja, sizda qanaqa taassurotlar bor haqida? Mendagi asosiy taassurot birinchi mm, adabiyotlarga bo'lgan adabiyotlardagi bir bo'shliqni ochib bergani. Ya'niki mavjud bo'lgan adabiyotlar bugungacha bo'lgan a, O'zbekiston postsovet tarixini bu yerdagi siyosiy islohotlar sodir bo'lmagan holatda ya'ni yer xususiylashtirilmagan holatda qanday qilib jamiyat o'zgarganini tushuntirib berishda paradoks holatini ko'rsatishadi va Galdinining bu yerdagi argumenti bu bu adabiyotlarning aynan tranzitsiyani o'tish davrini aynan xususiylashtirish va liberallashtirish bilan bog'lashlari va huquqiy jihatdan hujjatlarga qaralishi va amaliyotda ko'rmaslik, ya'ni amalda huquqiy jihatdan yer davlat qo'lida qolgan bo'lsa ham biz maqola davomida o'qidik, ya'ni fermerlar qo'lida yerning 80% yerning 80% hududi to'planib qolishini va undan keyingi o'zgarishlarni yaxshi ochib bergan. Xo'p, hozir manimcha juda ko'p detallarga kirmasdan turib, umumiy agar baholaydigan bo'lsak, manimcha men uchun nima yangilik bo'ldi? O'sha siz aytgan, qisman aytib o'tgan narsa ko'p iqtisodchilar akademiyada O'zbekiston kesini olib paradoks deydi. Rostdan ham bir tarafdan o'zgarishlar bo'lmagan, lekin shu bilan birga amaliyotda juda katta o'zgarishlar bo'lgan. O'sha katta o'zgarishlardan bittasi juda katta aholining qismi ishsiz qolib ketishi. Mana shunaqa bo'lishi mumkinki degan savol tug'iladi. Bir tarafdan agar davlat hamma narsani o'z qo'lida qoldirgan bo'lsa, hech qanaqa islohot qilmagan bo'lsa, nimaga sovet davrida to'liq ish bilan ta'minlanganlik, ijtimoiy himoya mexanizmlari mustaqillik davridan keyin yo'q bo'ldi degan paradoksni, endi shartli paradoksni ochib berishga harakat qiladi. Boshqa e'tiborga molik taraf shundan iboratki, ko'p iqtisodchilardan farqli o'laroq Galdini aytgan bo'lardim, so'lchi va tanqidiy yondashuv bilan keladi akademik maydonga va menimcha bunaqa tadqiqotlar endi qilishni boshlanyapti. O'sha agar xabaringiz bo'lsa, oxirgi menimcha 10-15 yilda iqtisodiyot fanida o'zi neoklassik bir gegemoniya shakllangan edi. O'sha liberalizatsiya, hamma narsani erkin qo'l berish kerak, savdo erkinligi, hamma narsani shaxsiy qo'lga o'tkazish kerak. Shu bilan hamma baxtli bo'lib ketadi, iqtisodiyot o'sib ketadi degan bir tasavvur paydo bo'lgan edi. Shunga qarshi bir harakat boshlandi. Menimcha shu tadqiqot ham shu harakatning shartli bir ko'rinishi bo'lsa kerak. Aynan harbiydan keyingi bu maqolani kelishi juda yaxshi ketma-ketlik bo'lganda, ya'ni kapitalizmni ochib bergani, ya'ni o'sha yerdan mahrum etish orqali jamg'arish va buni oqibatlarini biz o'zimizdagi misolda yaxshiroq ko'ryapmiz. Endi menimcha keyingisiga o'tsak bo'ladi. Bu o'zi nimadan boshlanadi maqola? O'sha kirishdan keyin o'zi qanaqa bo'lgan, o'sha sovet davri ijtimoiy soundtrack qanaqa bo'lgan-ku, undan qanaqa o'zgarish bo'lgan degan masala ko'tariladi mustaqillik davrida. O'sha birinchi bo'limida qanaqa sizda tushunchalar shakllandi? Sovet davrida o'zbek qishlog'i shartli qanaqa sharoitda bo'ldi? Men o'zim savollar mavjud emas edi, lekin shunaqa faktni oldin o'qiganim, ya'ni bizda migratsiya juda past bo'lgan. Buni sabab sifatida shaharlardagi asosiy shahar malakali ishni talab qiladi va u yerda rus zabonli va buning natijasida qishloqdan uyga borib ish topish qiyin yoki qishloq hududlar ko'proq an'anaviy jamiyatlar bo'lgani uchun ular shu yerda qolishni afzal qilgan yoki shu ko'rinishda javob olardim. Galdinini o'qiganimda yo'q, migratsiyaga o'zi sabab yo'q ekan, chunki buni iqtisodiy yetarlilik bo'lganda, masalan o'sha aytilyapti, sovxozlar nafaqat yerni taqsimlash yoki boshqarish bo'lagan, balki u yerdagi butun boshli infrastrukturani ta'minlab turgan va yetarlicha
va shunday ma'lumotlar bor. Shahardan ko'ra yaxshiroq yashashgan iqtisodiy ahvoli Ha, qishloqda. Va shuning uchun uni nafaqa shahar yoki boshqa davlatga migratsiya qilishga unda hech qanday iqtisodiy asosi bo'lmagan. shunaqa. Shu haqida ham rostdan ham yozadi. Men uchun yangilik bo'ldi. Qishloq aholisi ba'zida kerak bo'lsa shahar aholisidan yaxshiroq yashagan ekan. Ijtimoiy himoyasi ham kuchliroq bo'lgan ekan. Keyin yana am, shunaqa joylar borki, boshqa shartli misol Hindiston yoki boshqa sharq davlatlari bilan solishtirganda odam boshiga bizda doktorlar soni juda baland bo'lgan, 7 baravariga ko'p yoki o'sha больницадagi koyka место deydi rus tilida. Bitta odamga nechta joy to'g'ri kelishi, ijtimoiy undan keyin nima yana bor edi, literacy nima bo'ladi rus tilida? Savodxonlik darajasi bizda nisbatan teng 100% ga chiqqan. Xullas, bir tarafdan qishloq aholisi hech qayerga ketmagan, joyida turib paxta yetkazish bilan shug'ullangan, lekin shuni evaziga o'sha markazdan bozor, jahon bozorlari narxidan balandroq bo'lgan pul qaytgan orqaga, u pul maktablarga, infrastrukturaga, bog'chalarga, больницаlarga ishlatilgan. Qaysidir ma'noda o'sha social reproduction deydi, ijtimoiy holat, o'sha an'anaviyroq sharqiy jamiyat o'z holida qolgan. Shunchaki o'sha markaz paydo bo'lgan, Moskvaga paxta yetkazib beramiz, lekin hamma ijtimoiy qo'llovni bizga Moskva beradi degan bir qanaqadir utopik o'xshaydi jamiyat qaysidir ma'noda. Qanaqadir odamlar bugun bekorga balki kattaroq avlod qo'msamasa kerak, o'sha nostalgiya bor, o'sha ertangi kunda umid bor edi, chunki hech qanaqa ijtimo o'zgarmagan, narxlar stabil bo'lgan, ertaga qayerda ishlashing aniq bo'lgan, sovxozga chiqasan, ishlaysan, ertaga pul keladi, bog'chaga bolalaringni yuborasan, maktabga. Xullas, shu tizim mustaqillik davriga kelib tugadi. Endi boshida harakat biz endi tugashini gaplashadigan bo'lsak, nima uchun mustaqillikka kelib bu narsa buzilib qoldi va migratsiyaning portlashi sodir bo'ldi. Endi tushunishga bizdagi detallarga e'tibor qilmaganda, ya'ni hamon o'sha paxta monopoliyasi davlatda saqlanib qoldi va endi bu safar sovxozlar tugatilgani, shirkatlarning tugatilgani hisobiga bu paxtadan tushadigan pul qishloqning o'ziga kelmasdan uni pulini boshqa sanoatlashtirishga, boshqa import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirildi. Lekin shuni ular menimcha o'ylashgan, shuni hisobiga qishloqda qolgan aholi ish bilan ta'minlanadi. Yangi sanoat zonalari hisobiga. Lekin bu yetarlicha sut ishlab chiqilmaganmi yoki umuman yerning ma'lum bir fermerlar qo'lida juda ko'p to'planib ketishi, boshqalarni vujud qolishi bu qishloqda yashashni ancha qiyinlashtirib yubordi. Men ozgina qaytgan bo'lardim sovet davriga. Menimcha bu muhim. Qaysidir ma'noda sovet davridagi tizimni ideallashtirsa bo'ladi. O'sha ertangi kunga ishonch bo'lgan, ijtimoiy davlat bo'lgan, lekin menimcha bu o'z-o'zidan yaxshi holat bo'lmagan. Chunki mana shu davlat paternalizm bo'lgan, erkinlik bo'lmagan, lekin iqtisodiy odam ko'chada qolmagan. Buni ham kattaroq avlod bilan gaplashsang deydi, ham bizda erkinlik bo'lmagan, zato lekin o'sha minimal darajadagi moddiy ehtiyojlarimiz qondirilgan. Boshqa muammo yana shundan tashkil topganki, qishloq aholisi o'sha joyida qotirilgani uchun shartli shaharlashuv nima bo'ladi? Urbanizatsiya ro'y bermagani uchun menimcha qaysidir siyosiy va ijtimoiy muammolar ham kelib chiqadi. O'sha konservatizm bo'ladimi yoki o'sha qishloq hayotiga xos bir qarashda shakllanganki, o'sha muammolar menimcha o'sha mustaqillik yillaridan keyin endi mana ko'rina boshlayapti. Bu haqida menimcha hali alohida gaplashish kerak, lekin meni tushunishim bo'yicha men uchun to'g'riroq bo'lardi agar o'sha sovet davri odamlarni shunchaki paxta yetishtirishga ixtisoslashtirib qo'ymasdan, shu bilan birga lekin qanaqadir imkoniyatlar yaratishsa, zavod fabrikalar bo'ladimi yoki shaharga o'tish bo'ladimi yoki servis sohasimi, xullas ana shu harakat menimcha bo'lish kerak bo'lgan. Chunki misol Rossiya nostiz yoki o'sha sovet davlatining Yevropaga yaqin
taraflarni o'ta urbanizatsiya ancha tezroq bo'lganda, ko'proq bo'lgan. Markaziy Osiyoda Qozog'iston manimcha istisno bo'lsa kerak. Qolgan davlatlarda ko'p aholini aksari yarimdan kami urbanizatsiya bo'lgan, qolganlari o'sha qotib qolgan. Manimcha shu minus tarafi ham bo'lgan. Biz hozir aytib ketishimiz kerak. Endi davra o'sha o'tish davriga keladigan bo'lsak, rostdan ham to'g'ri aytdingiz. Karimov siyosati shuni tashkil topganki, o'sha markaz oldin pul jo'natgan bo'lsa, biz paxta beramiz markazga, markaz Moskva bizga pul jo'natadi. O'sha pul shartli paxtani qiymati bu safar rostdan ham davlat o'zida olib qolib, o'sha yetishmagan industrializatsiyaga tarqalashga harakat qilgan. O'sha primitiv akkumulyatsiya sodir bo'lgan maqsad bilan aytganda. Qaysidir ma'noda menimcha bu to'g'ri ham bo'lgan. O'sha Karimov ham shuni aytgan, butun umr shunchaki paxta yetishtirib bo'lmaydi. Orol fojiasi ko'z o'ngimizda bor. Urbanizatsiya bo'lishi kerak, iqtisodiy o'sish bo'lishi kerak. Menimcha mana bu niyatlar darajasida Karimov o'ylab ish qilganda, tushunasizmi? Siz qanaqa qaraysiz bunga? O'sha qishloqdan resurslarni olib chiqib, moddiy zavodga kiritish, buni olib qarasa, menimcha yomon emas. Bu niyat darajasi juda yaxshi narsa. Faqat buni juda yaxshi o'ylab chiqilmagani uchun maqsadsiz uchragan va umuman lekin bu yaxshi, lekin baribir qishloqda yerlar baribir odamlarda qolishi kerak. Jamoaga tegishli joylar qolishi kerak edi. Uni qanchalik tor doirali odamlarga o'tib borgan sari, masalan, undan keyin yaylovlar kamayib ketishi yoki umuman somon yoki masalan mollarga beriladigan narsalarni ham pulga aylanib ketishi ko'proq shu yana olib qo'yilganidan. Men ham shuni o'ylayman, rostdan ham qaysidir ma'noda o'sha odamlar shunchaki mehnatini arzonroq sota boshlaganda, o'sha sovet davridagi qancha mehnat qilgan bo'lsang, shunga yarasha ijtimoiy ko'mak kelmay qolgan. U bo'lishdan qat'iy nazar menimcha rostdan ham to'g'ri bo'lardi. Ko'proq fermerlarga, katta fermerlarga emas, baribir kichikroq xo'jaliklarga bo'lib berganda yerni ham unumdorligi menimcha oshgan bo'lardi, yerdan foydalanishi, konkurensiya ko'proq bo'lardi. Bu haqida ham ko'p o'ziz gapirishgan. Lekin shu bilan birga Qozog'iston misol keltirishadi, bir xilda yaxshi misol, bir xilda yomon. Aytishadiki, o'tda ham shunaqa tarqatib bergan, lekin maydalarni sekin-sekin katta fermerlarga qo'yib, katta fermerlar paydo bo'lib qolgan oxir-oqibat deydi. Tabiiy ravishda. Bizda buni davlat qildi. O'sha katta fermerlarga tarqatib berdi. O'sha faqat o'zingni yer uchastkang o'zingga bo'ladi, dehqonsan, katta fermerlarga arendaga berib yubordi. Qaysidir ma'noda menimcha bilmayman. O'sha maydalarga tarqatib yuborish, keyin shunga sotma deb zapret qo'yish kerak bo'lgan bilmayman, lekin Qozog'iston misolida shuni ko'rish mumkinki, eksperiment tarqatib yuborgan taqdirda ham baribir o'sha katta fermerlar sekin-sekin o'sha bozor qonuni bo'yicha yeb qo'ygan kichkinalarni. Atalashib ketgan fermer xo'jaligi. Lekin bir tarafdan qarashga Qozog'iston ko'proq to'g'ri hudud bo'lgan-ku, tarixan. Ularda dehqonchilik o'ta yuqori bo'lmagan. Masalan, biz o'sha Galbinida keldik. 75%ni oddiy tomorqalardan chiqib kelgan bozorlardagi. Menimcha biz oldindan dehqonchilik hududlari bo'lganimiz uchun sug'orish tizimlarimiz bo'yicha tarixan bilmadim. Unchalik bo'lmasdi. Xo'p, endi menimcha asosiy o'zgarish, asosiy argument o'tsak bo'ladi, o'sha mustaqilliklari nima bo'ldi? Rostdan ham bir tarafdan xususlashtirish ro'y bermadi. O'sha liberal paket ishga tushmadi. Eski ma'noda xususlashtirish, konvertatsiya, erkin savdo hammasi bo'lmadi. Davlat ushlab qoldi nazoratda. Lekin shu bilan birga argument shundan tashkil topganki, faktiski qog'ozda emas, lekin hayotda o'sha yer xususiylashtirdi baribir, o'sha fermerlarga bo'linib berdi. Bu yaxshi rezultatlarga baribir olib kelmadi. O'sha aholi qashshoqlashdi, ijtimoiy odamlar kesildi. O'sha boya biz muhokama qilgan statistika, misol uchun 2091-yil qishloq hududlarida 6000 qancha? 6,5 yaqin bog'chalar bo'lgan ekan. 2013-yilga kelib bor yo'g'i 2000 ta qolibdi. Demak, rostdan ham o'sha davlat qilgan siyosat qishloqda katta ta'sir o'tkazganda. Yana ikkinchi qanaqa statistikalar bor edi.
maktablar soni, bibliotekalar soni, o'sha больницада joylar soni, o'zi biblioteka soni ham qayerda ko'rgandim man internetda, ko'rib hayron qolasan. Nechidir mingtadan 100tagami yoki nechidir 10 mingtaga kam juda qisqarib ketgan. Bu haqida biz manimcha yetarlicha o'ylamaymiz-ku, lekin mana shu oldingi ijtimoiy tizim yo'qolganligi, shu bilan birga o'sha qanaqadir kapitalizmga o'tish ehtiyoji bo'lganligi manimcha eng katta dardni o'sha qishloqlikda bergan. Keyin anavi qaysidir ma'noda bular xususiylashtirishni, yerni bo'lib berish, tomorqalar ajratishni davlatda mas'uliyatidan, davlat o'zi mas'uliyatidan chekinishga bo'lgan intilishiga ham o'xshaydi. Ya'ni chunki o'sha shirkatlar va sovxozlar ham 97-yilgacha mavjud bo'lgan. Ular davlatga anchagina davlat byudjetiga yuk bo'lib kelgan va uni shirkatga aylantirish, qishloq aholisini endi o'sha shirkatga aksiya bilan bog'lab topsang, ya'ni shirkat qo'ydi topsa pul topasan, bo'lmasa yo'q deyishi va undan keyin kichkina tomorqalarni taqsimlab berib, endi kuninglarni to'lib turinglar deyishi, bu davlat o'zini mas'uliyatlaridan asta-sekin voz kecha boshlagani, tutilishga bo'lgan intilishidek ko'rindi. Menga yana esimda qolgan narsa shundan iboratki, rostdan ham agar boshqacha qilsa bo'ladimi degan savol tug'iladi har doim. Boya aytganimdek, davlat boshqacha yo'ldan ketishi mumkin emas. Menimcha mumkin edi. Balki men argumentim o'sha liberallarnikiga shartga yaqinroq bo'lar. O'sha siz aytgandek, menimcha baribir qanaqadir jamoaviy egalik hissi qolish kerakmidi, qasdi shunchaki fermerlardan oddiy o'sha sovxozlardan, kolxozlardan olib fermerlarga berish emas, balki o'sha tomorqani odamlarga berganga kabi maydaroq yerlarga berib yuborganida undan unumliroq foydalanilardi. Menimcha o'sha Orol fojiasi ham bu darajalik yomon bo'lib ketmasdi, iqtisodiy o'sishga ham hissa qo'shgan bo'lardi. Lekin shu bilan birga o'ylaymanki, boya aytganimdek 20 million edik, mustaqillikka erishganimda hozir o'zi 35, 36, 37 ga qarab 38 ham bo'ldingmi? Aholi ko'pda, hamma bilish bilan ta'minlash menimcha qishloq sharoiti imkonsiz bo'lardi. Baribir o'sha Karimov qilgan o'tishni qilish kerak bo'lardi, industrializatsiya qilish kerak bo'lardi. Bir xil o'ylaydi, mana Sovet davrida ko'p zavod fabrikalar bo'lgan, keyin ular yopilib tashlagan. Lekin shu bilan birga tadqiqotlar bor, aytadiki, o'sha Ikkinchi jahon urush payti bir ikkita zavodlar kattalar bizga kelib qolgan, lekin asosan biz O'zbekistonda katta zavodlarimiz deyarli bo'lmaganda, o'sha Karimov qaysidir ma'noda qilgan siyosatida shu nuqtada haqiqat bor. Agar bozorga qo'yib bersa, balki undan battar bo'lishi mumkin edi. U bozorda ham o'zini kamchiliklari bor. Agar qo'yib bersa, bizdan shunchaki resurslarni olib ketadi. Hech kim обязательно zavod qurmaydi. Balki qurar, tekstilda qurishi mumkin, o'sha mehnat kuchi arzon bo'lgan joylarda Xitoy, Hindiston, Vyetnamlarga o'xshab. Lekin shu bilan birga menimcha bir ideal yo'ldek tuyuladi menga. Qanaqa iqtisodiy siyosat yuritish kerakligini, balki sal yaxshiroq qilsa bo'lardi. Odamlarga yaqinroq o'sha jamoaviy huquq saqlab qolish, lekin bir qanaqadir radikal xato bo'lgan deb ham o'ylamayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi alternativa kelmayapti. Qanday qilish mumkin edi uni o'rniga? Shu sizni fikringizga qo'shilgan holatda jamoada qisman jamoaviy mas'uliyatda qolganda yaxshiroq bo'larmidi degan narsa. Shu bilan birga keyin Karimov urushi degan shu industrializatsiya bo'lishi kerak edi, industrial zonalar qurilishi kerak edi. Faqat o'sha fermer xo'jaliklarda paxta olish evaziga bilansiz juda asnaf sotib olinadi. Va ham masalan birdaniga yetib kelmaydi u pul. Cho'zilib keladi. Ya'ni shu sifatni oshirganda, ya'ni fermer yerini masalan maqolada kuzgi bug'doyni afzal bilishadi deyiladi. Buning evaziga u bo'shagan hududini naqalarga beradi, odamlarga beradi. Agar u o'z pulini vaqtida olgan va boshqa narsalar o'z tartibida bo'lganda, balki
yaxshiroq rivojlanish bo'larmidi? Ha. Muammo shundaki, baribir biz iqtisodiyot o'laroq o'sha global savdo zanjirlariga ulashishdan boshqa ilojimiz yo'q edi. Biz shunchaki avtarkiya bo'lib yopilib, bir shartli Severniy Koreyaga o'xshab Shimoliy Koreyaga o'xshab yopila olmaymiz. Bizda agar biz rivojlanishni istasak, kichkina davlat o'laroq, menimcha bizda boshqa yo'l yo'q edi. Industrializatsiya qilishdan o'zga boshqa. Shu nuqtai nazardan plastik xohlamasak, bu ko'rinish baribir bozorga kirishga to'g'ri kelardi. U bozorga kirish yumshoqroq bo'lishi mumkin edi, ijtimoiyroq bo'lishi mumkin edi. O'sha qarang, qaysidir ma'noda avtomobilga subsidiya qilingan, agar esingizda bo'lsa, bir ma'no o'sha shakar, non, qanaqadir bazaviy un narsalar arzonroq sotilardi. O'sha xalq ochlikdan o'lib qolmasin deb shartli. Hozir bu narsalar borgan sari qisqarib boryapti. O'sha elektrichество, svet, gaz ular ham ko'p o'chadi, lekin shu bilan birga arzonroq bo'ladi. Hozir shtatda bo'lmasdi bu payt. Qaysidir ma'noda Karimov o'zi xohlayib qolamasdan o'shanga javob beradidan keyin ayniqsa ijtimoiyroq siyosat olib borishga harakat qilgan, чтобы ijtimoiy portlash bo'lmasligi uchun. Lekin mana bu iqtisodiy siyosatda menimcha unaqa ko'p variantlar bo'lmagan. Ko'plar aytadi, o'sha Xitoy yoki Koreya yoki Yaponiyaga ketgan yo'ldan ketgan davlat tomonidan yuritiladigan kapitalizmda o'sha davlat shunchaki bozorga qo'yib bermaydi, lekin o'zi birinchi yetishtiradi, sanoat rivojlantiradi, keyin uni erkin bozorga chiqarib yuboradi. O'shanda ular yaxshi rivojlanib ketadi. O'sha Sony'lar bo'ladimi yoki o'sha Yaponiyada Samsunglarmi yoki Xitoydagi BYD'lar, o'sha davlat qo'llovidagi kapitalizm sharoitini shakllantirish. Shu qaysidir ma'noda to'g'ri argument bo'lishi mumkin. Mana shu shartli liberal ortodoksiyaga qarshi shunchaki chegaralarni ochib bersa hammasi yaxshi bo'lib ketadi emas. Baribir qaysidir ma'noda davlatga o'rni bor o'sha industrializatsiya jarayonida. Bozor bilan birga davlat qonun o'sha iqtisodiy siyosatni yuritadi, ishonchlar paydo bo'ladi. Hozirgi siyosatga keladi. Qonuncha aylanib, dunyodan ajralib olib, bir alohida orolda sotsializm shartli qurib bo'lmaydi bu 21-asr bo'lmadi. Menimcha imkoni yo'q rostdan. Ya'ni butun buni oldingi maqolada o'qiganimizda ham, ya'ni butun hamma narsa kapitalizmga o'sha jahon savdo tashkiloti biz qo'shilmoqchi bo'layotgan necha yildan beri yana boshqa narsalar ham kapitalizm doirasida qurilgan hamma narsa va bu doirada sotsializm va ijtimoiy davlat qurish juda yoki undan yaxshilab o'marib olish kerak. Qayerlarni bo'ladi. Endi menimcha sekin tanqidga o'tib shu bilan sekin ketsa ham bo'ladi. Qanaqa asosiy tahlillar bor matnga nisbatan? Matnga nisbatan o'sha aytganimdek go'yo statistikalarni yildan ishlatganda umuman bir tarafdan maqola 2000-yillar doirasida to'xtaydi, lekin bog'chalar soni, poliklinikalar soni statistikalarni ishlatganda 2013-yil bilan to'xtaydi. Lekin masalan ayollarni ishga chiqish masalasi bo'yicha boshqa statistikalarni, ya'ni mavzu o'zgarganda statistikalar yili 2022-yilgacha keladi. Ya'ni xuddiki tanlab olingandek taassurot uyg'otadi, lekin bu o'sha mavzuda o'sha tahlil qilishga urinayotgan mavzusi doirasida qilgan, statistikani ishlatgan. Lekin masalan o'sha bog'cha poliklinikalarda tahlil qilganim balki bog'cha yangiroq 2020-yildan keyingi bo'lgan statistikalarni ishlatganda balki qaysidir yaxshiroq bo'ladi. Menimcha shunaqa, rostdan ham qaysidir ma'noda bir noqulay faktlarni yashirgandek tuyuldi o'sha argument kuchliroq ko'rinish uchun. Qay darajada mafkuraviy shartli menga yaqin bo'lmasin, baribir nima qilsa bo'lardi, boshqa qanaqa alternativa bor degan savol tug'iladi.
bir tarafdan rostdan ham aytish mumkin, o'sha liberallar ham bo'lsa, nima taklif qilayotgan bo'lsa, o'sha narsani davlat qildi. Lekin u siyosatdan boshqa siyosat bo'lishi mumkinmidi? Ha, bo'lishi mumkin edi. Sal ijtimoiyroq, sal o'sha ko'proq odamlarga bo'lib bersa bo'lardi. Lekin alaloqibat biz baribir o'sha kapitalizm sharoitiga kelarmidik, manimcha kelardik. Alternativa yo'q sharoitda tahqiq qilish ham qaysidir ma'noda qiyinda, tushunasizmi? Qanaqadir normativ boshqa tuzum imkonsiz, balki qanaqadir sotsial demokratik tuzum bo'lishi mumkin edi. Lekin bu uchun ham qanaqadir moddiy sharoit bo'lishi kerakda. Sinf shakllanishi kerak. Sinf shakllanish uchun bizda sharoit bo'lmagan, ishlab chiqarish bo'lmagan, ko'pchilik qishloqda bo'lgan. Qishloqda o'sha sinfiy tafakkur shartli rivojlanmaydi. Sinfiy tafakkur zavodlarda paydo bo'ladi. Bizda zavodda bo'lmagan. Shuning uchun bir tarafdan manimcha matn foydali, qaysidir ma'noda ommaviy tarqalgan qarashlarni sal hisob ostiga olish uchun, chunki qanaqadir radikal bozor tarafga ketmasligi uchun, tanqidni qiyinroq qilish uchun kartinani. Lekin shu bilan birga alaloqibat qaysidir perspektivadan tanqid qilinyapti. Qanaqa boshqa yo'llar bor edi degan savolga manimcha javob yo'q. Bunday bizda alternativ variant qilish uchun bir iqtisodiy asosimiz ham bo'lmagan. Ya'ni o'sha davrdagi bo'lana sovet turagandan keyingi aloqalarni muzlab qolish emas, iqtisodiy aloqalarning buzilishi bizni ancha menimcha yaxshiroq chiqqanmiz o'sha 90-yillardan. Manimcha ham shunaqa. Просто hozir o'sha Karimovda bir xil narsa to'g'ri degan desang, san сразу nima deydi, Karimov qo'llab-quvvatlayapsan deydi, yoki o'sha sovet davri ham haqida yaxshi gapirsang, darrov san sovetparastsan deydi. Lekin manimcha rostdan to'g'ri qarorlar bor. Hozir menga aynan yoqqan tarafi ham shunda. O'sha Galdini aytadiki, u Karimov san o'ylagan darajada sotsialist bo'lmagan, nabarot u o'sha global kapitalizmga kirishga harakat qilgan. O'sha paxtani yetkazib berish orqali, keyin gaz, keyin mana oltin. Biz o'zi rostdan ham sotsializm yo kommunizm qurmaganmiz. O'sha sovet davrida hech bo'lmasa kollektiv savdolarda odamlar nima ishlab chiqqan bo'lsa, o'shanga yarasha ijtimoiy qo'llab olganda o'sha tizim yo'qolgan. Karimov baribir sotsialist bo'lmaganda, shu ma'noda Karimov sotsializmni saqlab qolishga harakat qilmagan. U o'zi konsepsiyasi bo'yicha ham sekin-sekin bozorga o'tamiz degan xatolar bilan, lekin o'tishga harakat qildi. Mana oxirgi yillar hokimiyat almashib, shunchaki o'sha siyosat davom ettirildi. Menimcha undan ortiq emas. Biz yomon bo'lsa bo'ldi, yaxshi bo'lmadi, xullas. Hoshimjon qo'shildi, balki Hoshimjon ko'proq aytarlar bu mavzuga, yaxshiroq fikr bildirarlar. Hoshimjon, sizga so'z. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Rahmat. Bilmadim, rostdan ham Karimov hardkor kommunist bo'lmagan. Lekin hardkor liberal ham bo'lmagan. Masalan, Rossiya bilan 90-yillardagi Rossiyani o'tish davri bilan O'zbekistonni o'tish davrini solishtirsa, Rossiya juda katta yo'qotishlarga uchraganda, bizda shu narsa yumshoqroq o'tgan. O'zi Milton Friedmanning g'oyasi bor edi, adashmasam, shok terapiya degan. Shunaqa Rossiya shok terapiyadan o'tgan. Ikkinchi dunyo mamlakatidan uchinchi dunyo mamlakatiga tushib ketgan. Va umuman olganda hamma sovet davlatlari shu jarayondan o'tgan. Umuman aholi yashash sifati qulagan desak bo'ladi. O'limlar soni oshgan. Shu ocharchilikdan yoki boshqadan. Ko'pincha bu narsa eslanmaydi. O'sha shok terapiyani effektlari haqida gapirayotganda. Rostdan ham shunaqa. Karimovni olib borgan siyosatiga qarama-qarshilik juda ham ko'p. Hozir ayniqsa endi yetishib chiqayotgan liberal iqtisodchilar yoki liberal qarashli ziyolilar qatlamida. Umuman olganda Karimov birdaniga o'tishni yoqlamagan, chunki ko'rib turganda nimalar bo'layotgan Rossiyada yoki shok terapiyadan o'tgan davlatlarning ahvolini.
Shu jumladan shok terapiyadan balki qo'rqqan bo'lishi ham mumkin. Faqatgina aholini o'ylamasdan balki o'zini hokimiyatiga nisbatan tahdid bo'lishidan, ya'ni qiynalgan aholi bosh ko'tarishdan. Chunki bilamiz o'sha davrda o'zbek xalqini birlashtiradigan kuch bor edi, ya'ni diniy kuch. Buni bir nechta misolini ko'rganmiz. Tohir Yo'ldoshlar misolida qanaqadir tahdidlar bo'lgan va o'sha paytda umuman olganda sovuq urush davridagi G'arbni global janubdagi olib borayotgan tashqi siyosati ham qo'rqinchli bo'lganda umuman olganda yangi davlatlar uchun. Bilamiz o'sha o'zini liberal qarashli, o'ziga bo'ysunadigan liderlarni olib kelish uchun kudetalar amalga oshirgan. Bu fakt. Umuman olganda internetdan chiqib keladigan ma'lumotlar ro'yxati ham bor. Qanday qilib Amerika markaziy razvedkasi o'sha Britaniyani MI6 bilan birgalikda davlatlarda to'ntarish o'tkazgani yoki umuman isyonlar ko'targani. Aholi iqtisodiy ijtimoiy qiyinchilikka tushib qolganda mana shu narsaga juda zaif bo'lib qoladi. Tashqaridan intervensiya qilib ichkiga nizo qo'zg'ash oson bo'lib qoladi. Buni misoli o'sha nima deydi? 2003-yildamidi adashmasam, fevral voqealari yoki boshqalar, o'sha 90-yillar boshidagi Tohir Yo'ldosh va boshqalar faqatgina o'sha aholini farovonligini o'ylash bo'lmagan. Karimovda shu jumladan boshidagi o'zini zaif hokimiyatini mustahkamlash ham bo'lgan fikrimcha. Qo'shimcham shu. Umuman olganda mavzu yuzasidan menimcha bizni o'sha davrdagi tanqidiy leksikani ko'proq manimcha marksist leksikasi mos tushadi. Shu muallif ham aytib o'tgan ekan, ortiqcha ishchi kuchi surplus bir narsa edi, esimdan qoldi hozir. Bu ortiqcha ishchi kuchi bir tomondan o'sha mehnat zaxirasini saqlab turish bo'lsa, ikkinchi tomondan allaqachon ishi bor odamlarni qo'rqitib turish vositasi ham hisoblangan. Marks nazariyasiga ko'ra, ya'ni ishi bor odam mana ko'chada yurgan ishsizlarni, uysizlarni ko'radida o'ziga ko'proq haq-huquqini talab qilish haqida o'ylamaydi. Agar talab qilsam, mani boshlig'im ishdan haydaydi yoki hozirgi qiyinchilik davrida borimdan ham ayrilib qolaman degan o'yda bo'ladi. Asl ma'noda o'sha ishsizlar sinfi yoki prekariat hozirgi o'sha ishli odamlarni haq-huquqlarini talab qilishdan tiyib turadigan vosita ham bo'lishi mumkin. Endi bilmadim, bu ongli ravishda amalga oshirilgan o'sha paytda yoki shunchaki bo'lib o'tib yuz berayotgan iqtisodiy ijtimoiy holatni nima deydi, xohlasimi? Buni aniq javobini bilmayman, lekin mana shu prekariat ishchilar haq-huquqlarini talab qilishdan tiyib turuvchi qandaydir funksional vazifasi ham bor. Endi Marks aytadi, bu aniq iqtisodiy qonuniyat sodir bo'ladigan jarayon, chunki baribir har qanaqa daromadni ko'paytirishga bo'lgan xalq har qanaqa intilish odamzod qadrini va o'sha mehnatini va haq-huquqlarini tortib olish bilan yakunlanadi baribir deydi. Bunga misollar ham ko'p. Qo'shimcham shu. Katta rahmat. Men ham ko'p fikrlaringiz bilan ham fikrman. Menimcha qaysidir ma'noda o'sha bugungi hukmron bo'lib borayotgan liberallar intellektual qarashga qarshi bir alternativ qarash shakllanishi kerak. Iqtisodiyot haqida, o'sha Karimov davri haqida, bugungi iqtisodiy siyosat haqida, balki kerak bo'lsa sovet davri haqida hamdir. Chunki men kirib kuzatyapman-da o'sha Yevropada o'qib kelib, bu yerda kapitalizm ancha oldinga ketib qolgan, chem Yevropada barcha ishchi sinf o'zi uchun qanaqadir g'alabalar qilgan, ijtimoiy davlat bor, huquqi bor, ishchilarning huquqi, mehnat muhofazasi degan narsalar itaqdali. Bizda o'sha narsa bo'lgan sari qisqarib ketgan sovet davridan boy meni hayron qoldirgan statistika o'sha qishloq sharoitlarida 6,5 mingdan bog'chalar 2 mingga tushib ketganda, aholi soni bo'lsa 20 milliondan 37 millionga chiqib ketdik. Lekin oxirgi o'sha ko'rsatgan statistikasi 2013-yil bilan tugaydi, balki keyin Karim o'sha ikkinchi hokimiyat payti
biroz oshgandir, lekin o'zi faqat tushib ketgan ham. Keyin yana o'sha больницада joylari 2 barobar tushib ketgani. Boshqa respublikada qarasangiz, eski sovet davri, u Qirg'iziston bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Ukraina ham hamma yoqda shu tendensiya kuzatilgan. Hamma yoqda ijtimoiy ko'mak, ijtimoiy rasxodlar qisqarib, o'sha bozorga o'tish aksariyat foydasi uchun emas, balki aksariyat foydasiga qarshi paydo bo'lgan. Restoran boysiz to'g'ri aytgandek, qayerdadir shok bo'lib bu tez bo'lgan, qayerdadir sekinroq bo'lgan bizga o'xshagan joylarda. Menimcha o'sha Galdining biza hozir muhokama qilayotgan matnda qadrli tarafi ham shundaki, u ochiq aytadi, shunchaki tipi qanaqadir makro iqtisodiy o'zgarishlar tomon emas, odamlar qanaqadir sinfiy ong bilan qarasa, odamlar ko'zi bilan nima bo'layotganini o'sha baholashga menimcha to'g'riroq voqelik haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo'lamiz. O'zi kim foydasiga o'zgarishlar bo'ldi, oldin qanaqa edi, bugun qanaqa bo'ldi degan savolga o'sha odamlarni moddiy sharoit kelib chiqib agar javob beradigan bo'lsa, o'sha iqtisodiy o'zgarishlarga shu perspektivadan javob bersa, menimcha ancha haqiqatga yaqinroq yoki bir normativ to'g'riroq balki javoblar toparmiz. Ham hozir shunchaki liberallarga aytgandek, chegarani ochib berish kerak, hamma narsani liberalizatsiya qilish kerak, bozor hammasini o'zini hal qilib qo'yadi degan ortodoksiya ham sekin-sekin kamida nisbiylashish kerak deb o'ylayman. Endi o'zi shunaqa deb o'ylashning tabiiy, so'lchi bo'lgandan keyin, lekin menimcha ham o'sha ularni kun tartibi o'ncha bozorchilarniki bugungi kunda borgan sari o'sha odamlar ko'rib boryapti, kechalar bilan ishlab chiqishi, mehnat muhofaza qilinmaganligi, tarixchaqa olishi, kasallar, psixologik muammolar, bular baribir yig'ilib menimcha o'sha shunchaga keladi odamlar. Что bizda nimadir motor ketyapti. Men bitta shoirani o'qigandim postlarini, hozir ismlari esimdan chiqmadi. Neda tillanasa, o'shalar ham gapirib chiqdi. Nima o'zi bozorchi bir qishloq aholisini yomon ko'radigan odam edi. Nimaga bizda hech kim kechqurun uxlamayapti deb qanaqa savol berishni boshlayapti odamlar. Bitta bloger bor edi, Germaniya hayoti degan. O'sha ham O'zbekistonga kelibdi ta'til payti, u ham so'rayapti, nimaga odamlar uxlamayapti, nimaga davom olmayapti. Bizda rostdan ham temp baland, hamma o'sha tiy qolish uchun kurash bilan shug'ullanyapti. Menimcha kimdir gapirishni boshlashi kerak. Bugungi sharoit shunchaki boshqa yo'l yo'q bo'lgan tabiiy sharoit emas, balki boshqacha yo'l bilan, to'g'ri yo'l bilan ketish mumkin edi, ijtimoiyroq yo'l bilan. O'sha Karimov siyosati hech qaysi ma'noda ijtimoiy bo'lmagan. U paternalistik bo'lgandir, o'sha odamlar och qolib ketmasligi uchun qanaqadir minimal darajada saqlab qo'ygandir, lekin strategik darajada qayergadir shartli sotsialistik yoki sho'l proyekt bo'lmagan. Naborot, bozorga kirishga, bozorda qimmatroq narxga sotib, o'sha mehnatga qaytadigan qiymatni, sovet davri qaytgan qiymatni qaytarmagan. Desa bo'lsa kerak. Siz nima deb o'ylaysiz, Ilohiga? Men sizlar fikrlayib qo'shilaman. Xo'sh, kimdir yana qanaqadir fikri bo'lsa, so'z berishimiz mumkin. Bo'lmasam, menimcha suhbatni ham tugatsak bo'ladi. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Tepasida to'g'ri aytdingiz, qanaqadir yovvoyi kapitalizm davri bo'lyapti bizda. Lekin nima desa bo'ladi? Bizga shunaqa tuyulyaptiki, hukumat hech narsa qilmayapti, munosabatlarni ko'rmayapti degan fikr paydo bo'lyapti. O'sha ko'proq internetdagi ziyoliroq qatlam orasida menimcha bo'lsa kerak, lekin davlatda yuqori qatlamlarida juda katta e'tibor beriladi bu muammoga, ayniqsa o'sha informal employment deydi, norasmiy ishlaydiganlarga. Hozir bizda bitta tadqiqot bo'ldi. Ya'ni o'zim ijtimoiy himoyada ishlaganim uchun biz ijtimoiy sug'urta degan narsa bor, o'sha pensiya yoki boshqalar, shu badal to'lanadigan sug'urta. Hozir shu narsani ham norasmiy ishchilar qatlamiga kengaytirish bo'yicha ham ishlar qilinyapti. Bu qanaqa bo'lyapti mexanizmi? O'sha norasmiy ishchi ham qaysi darajada badal to'laydi, o'sha ishlab topgan daromadidan, xoh taksist bo'lsin. Ularning ichida taksistlar bor, o'zini o'zi band qilgan tikuvchilar, boshqalar, umuman yana mana bu deliveryda ishlayotganlar, ya'ni oziq-ovqat yetkazib berish, bular bor. Bular o'zini yonidan ma'lum darajada badal to'laydi va ularga ish berayotgan odamlar ham shu xususiy sektor bo'ladimi yoki boshqami, yonidan to'laydida, keyinchalik o'sha ishchiga norasmiy ishlagan bo'lsa ham ma'lum yoshga yetganda pensiya to'lab beriladi yoki haq to'lanadigan ta'til beriladi. Kasal bo'lganda o'sha kasallik
kasallik sabab qilgan ma'lum xarajatlar qoplab beriladi. Bu bitta misol. Umuman olganda ijtimoiy himoya bo'yicha ko'p narsalar o'ylanyapti. Planlari bor. Lekin menimcha shunchaki qanday yetkazib berish qiyinroq bo'lyapti. Manimcha eng katta yangilik shu ijtimoiy sug'urta bo'ldi. Buni menimcha Osiyo taraqqiyot banki bilan birga qilish tadqiqotini pilot tarzda sinab ham ko'rishadi bir ikkita joylarda. Hali menimcha yana ko'rsak kerak ijtimoiy himoyani kengaytirilishini. Yana bitta muammo bor. Yaqinda Jahon bankining bitta reporti chiqqandi. Qisqacha mazmuni shunaqa: O'zbekistondagi ijtimoiy himoya kambag'allikni qisqartirishdan ko'ra uni ko'paytirishga xizmat qildi degan xulosa kelib chiqyapti ularda, Jahon bankida. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri, men hali reportni to'liq o'qib chiqmadim. Xulosa shuki, nimadirlar qilinyapti. Aynan shu norasmiy ishlaydiganlarni ijtimoiy himoyasi bo'yicha tashlab qo'yilmayapti. O'sha o'tgan safargi suhbatda aytgandek, Xitoy modellarini o'ylab ko'rishyapti. Shu qo'shimcha. Qiziqarli, tushunarli. Rahmat. Siz o'sha sohani ichida bo'lganingiz uchun sizga yaxshiroq ko'rinadi. O'zi turli perspektiva bo'lsa, menimcha qanoatchilik yanada qiyinlashadi. O'zi menimcha ham to'g'ri yo'l shu o'zi. Agar davlat tarafi ham iqtisodiy rivojlanishni xohlasa, shu bilan birga parallel ijtimoiy siyosat olib kelsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin ko'ramiz qaysi darajada retorik narsa bu, qaysi darajada amalda narsa o'zgaradimi, qiyin masala. Xo'sh, menimcha shunda tugatsak bo'ladi. Agar boshqa qo'shimcha replikalar bo'lmasa, Bilol Xo'ja, sizda bormi? Yo'q. Bo'pti, rahmat hammaga suhbatda qatnashganlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni tortinglar.